topadi. Ya'ni sovuq oylarda bildiradi. Bo'g'im kasalligi bu ham aslida. Bizda radikulit degan diagnozlar bor-da. O'sha mana issiqroq kiyinib yurish tavsiya beramiz. Ya'ni issiqroq kiyinish tavsiya beramiz. Shu kasallikka chalinganlar. Tomosha bo'lyapti. Yelka zorga hozir bu yaxshi. Uzun bu nari tomonga boshqalamiz. Nari qo'yib boshqalamiz. Bemorimiz ko'ksi artroz bilan endi protez qo'ydirgan oyog'ini. Kashasi chiqqan. Belim yelkam og'riydi. Xudo xolisa boraman yaxshi. Ilyosjon, Dilshodaga yaxshimisiz, omad, rahmat. 91 lik nomer so'raganga 91 288 53 43. Tushunaymi? Oyoq o'ng'aylab o'tirmayapsiz. Tushunmoqchimisiz oyog'ingizni? Yo'q. Yo'q, yaxshi normalniy aka, hozir udobniy turibsiz. Bo'shmi? Yana bitta. Bo'shmi? Yaxshi. Tega qarab yoting osmonga. Akani ham chaqirdingizmi shu yeringizni? Chaqiring. Torting, bo'shmi? Zo'r bo'ldi. Bo'yni hop. Zo'r. Oyoqqa shuni yozdirmayman u. Asta-sekin bo'laman. Ha, hozir oyoqlaridan torta olmayman. Sabab noziydi oyoqlari. Chop tomondan operatsiya bo'lgan-a? O'ng tomonda ham bor deb bilish boshlanyapti. O'ng tomonda. Uchinchi, to'rtinchi stepda. Ha, o'sha aytyapman-ku. Endi faqat belini davolasak, oyog'i qo'yib yuboradi. Belini davolamagan uchun oyoqqa 3 ta grijani yo'q qilib olaylik. Birinchi. Bo'ladi, xudo xolasa. Almashamiz sekin. Mening o'rtog'im bor edi, umurtqa pog'onasi qatib qolgan, uzab qo'yadi. Ha. Mana bunday qilib yuribdi-ku. Aha. Yo'q. Bexteriya degan kasallikda u. Buni davolasa bo'ladimi yo? Uni ko'ramiz. Bitta kasallikni ko'rish kerak o'zi aslida, ko'rmaguncha bu narsa deyish qiyin. Videoga olib turibsiz yashasam bormi Telegramda? Ha, Yurishda, yurishim bo'laveradi, men boshqa. Men doktor yaqin keling. Uzun yotib olasiz, joyiga chiqib aka, qiroroqqa keling. Hozir Uzating pastini. Yelkangizni orqaga. Bo'shqa. Yana bitta, hol qo'ying. Zo'r ochildi. Nari tomonga boring. mazza qilib. Mazza qilib. Yaqin keling. Bugun qiroroqqa keling yaqin. Boshingizni orqaga tashlang, qo'yib oling. Hol qo'ying, bo'shqa. Qizyapti. Bo'yinda ham bor. Bo'ldi, bo'yinda ham tortamiz. Kel. Qo'lingizni bering. Torting, o'zingizga menga bering. Torting, o'zingizga bo'shmang. Mazza bo'ldi-yu. Mazza qildim. Mazza qiladi erkak kishi. Zo'r. Zo'r, yana. Bo'ldi, shunday yotib 2 minut. Manual terapiya deganda harakati cheklangan umurtqalarning harakatini yaxshilash degani o'zi aslida. Bu umurtqa pog'onasi qanday kelib chiqadi? Qisilishdan kelib chiqadi-da. Uzoq yillar davomida noto'g'ri harakat, og'ir ko'p ko'tarishdan, zakjoy, sovuq joyda ishlashdan to'planib kelib keyin paydo bo'ladigan narsa. Manual terapiya degani qisilgan harakat cheklangan umurtqani ochish, harakatini yaxshilab berish bo'ldi. Bu yerda mana davolash jarayoni ham bo'ladi. Haqiqatgina manual terapiyani o'zi emas, umurtqa pog'onasini davolab ham o'tib ketamiz bu yerda. Ya'ni umurtqa pog'onasini quvvatlantiramiz, nerv tolalarini shamollashini yo'qotamiz. Ya'ni radikulit degan kasallik bor. Mana shu bittasi rasatlik. Yomon narsa radikulit. Ha. Grijadan yomon-a? Yo'q, yaxshi ochildi. Almashamiz bo'ldi. Rahmat. Hop, 22-yildan beri grija bilan alishaman. Aka 18 yildan beri alishganlar kelyapti. Mana hozir biz Shavkatman deb Surxondaryodanman deb yozyapti-yu. 18 yildan beri grija kasalligi bilan alishgan shular. Tepa yiqilyapti.